Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Halol savdo kanalining obunachilari, bugun sizlarga tug'ishga yaqin egizakchi ona bola qo'ylarimizdan chiqarib beramiz. Oldindan bittadan like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turasizlar ekanlar. Sizlar uchun maxsus bo'ladi bu qo'ylarimiz bor. Tug'ishga yaqin qo'ylar. Qo'ylar bir qator ko'rsatamiz. 3 egizakchi ham bor dedingiz aka. Egizakchi ham bor. Aytib ketaylik. Oxirigacha Egizakchilar nechta bor aka? Egizakchilar 6 dona egizakchimiz bor. 1 dona 3 egizakchimiz bor. Mashalloh deb akalar qo'ylarni bir qator mana ko'rsatib o'tamiz. Akamizga yaxshi, sorti toza, liniyali bo'ylari ham 80 dan 90 gacha bo'g'oz qo'ylarimiz yetib kelgan. Hozir birinchi partiyaga bo'g'oz qo'yimiz keldi. Hammasi ko'rgan bo'lsalaring, bitta bitta cho'ponni qo'yi. Aka, buni soni nechta? Buni soni 15 dona. Soni 15 dona. Yosh oilaga qanaqa aka buni? Yosh oilaga 2 dan 4 gacha bu, 6 kishi yo'q. 6 kishi yo'q ha. Hammasi narx mana o'z bolasi ko'rinyapti obunachilar. Yaxshi qo'ylarimiz kelgan. Asosan 4 kishiga olishaversin, 2 kishi ham bor. Asosan 4 ga olishsin. Asosan 4 kishi. Asosan 4. 6 kishi yo'q apashdi. Yo'q, umuman yo'q. Lekin mana obunachilar qo'ydi o'zi yuz tuzilishi bilgan odam biladi. Qo'y boqib yurgan odam misol qo'yni bir ko'rishda biladi. Mana yaqinlagini ko'rsating, qo'ylar. Bugun erta uylariga boradi, xursand qiladi, xudo xolasa. Buning ichida bor 5 dona egizakchisi ham bor. Cho'pon egizakka garantiyasini bergan. Biz har doimgidek 1 donaga garantiya beramiz. Ularga borib egizak tug'ib bersa, xursand bo'lib bitta duo qilib qo'yishadi. Inshaalloh. Akalar, lekin qo'ylar tavsiya qilamiz. Soni 15 dona. Bo'g'ozligi ham aka o'zi bir oy qolmay bo'sha bo'ladi. Bir oyga qolmay hammasi tug'ib bo'ladi. Xudo xolasa akalar mana olinglar, yaxshi qo'y keldi. Sizlar uchun izlanishni ozdan joyidan chiqarish davom etamiz. Qo'ylarimiz yaxshi xullas kelon. Qo'yni ko'p maqtamaylik. Buni endi oxirgi senasi narxi aka tortish kerak yo'q buni kino qilib. Hammasi narxida aka. Shunaqa. Narxini kelishtirib bozor o'lchamlariga ham solishtirib olish kerak. Bozorda arzon bo'ladi, biz saroyda bor, bozorda arzon bo'ladi. Arzon qilib berasiz? Ha, 15 dona tortdim deganga 6 million 500 ming so'm. Kami bormi? Hayri bor. Hayri bor. O'tib berasiz? Barakasi bor deyshadi uka. Hayrini qilib chiroylab beramiz. Aytganimizni sotilmagan shu paytgacha aytganimiz bo'lmaydi. Xudo xolasa bozorni qilib kelishamiz uka. Obunachilar ko'rishlari mumkin, lekin qo'yga yarasha narx bo'lyapti. Qo'y bilan qo'ydi farqi bor. Qo'yni bilgan biladi. 7 million so'mga ham bermaydigan qo'ylarim bor. 7 million so'm. 7,5 millionga ham bozorga olib chiqsam 7,5 millionga sotmayman shu qo'ylarni. Ammo shu akamiz aytganlaricha bor, qo'ylar nimaga hop, holati yaxshi, tepasiga kelsa ham Tepasiga kelishaveradi, lakasa tashab beramiz. Bu yerda savdogar ko'p. Xudo xolasa mendan bitmasa boshqadan bitadi. Xotirjam kelsin, lakasa tashab beraman, qo'ylarni bir qator qo'yib olishadi. Bosh qo'ylarni bor. Ko'rsatingiz, bozorda ham gap ochig'i bor, 7 million so'mga beraman. Badanda ham ko'ring, qorinda ham o'zi yaqinligini. Bu ham naqa ekan mana. Mana ko'ring qo'ylarni, vashni naqligi narsa hammasi. Lekin qo'ylar o'sha akamiz har doim terib yaxshi qo'yib keladi. Tavsiya qilib qolamiz. Bundan keyin qanaqalari bor aka? Bundan keyinga yana bo'g'oz so'liqlarimiz bor. Yana bo'g'ozlari bor. 3 egizakchini necha partiyada qo'yamiz? 3-partiyada ponni egizakchilar chiqaraveramiz. Bo'ldi akalar, mana e'tiborlaringga yaxshi qo'ylar chiqish davom etadi. Obunachilar mana 2-partiyaga yetib keldik. Ha, bular ham hammasi naq ekan-a? Bular ham naq aka. Naq bo'g'oz. Bular ham 20 kun bir oy. Uzog'i bir oyda hamma qo'ylar tug'ib bo'ladi. Bir oy 20 kunda hammasi tug'ib bo'ladi deyapti. 15 ta ko'rishyapti-yu. Aha. Qo'ponni labzi bilan mash 15 ta qo'ylari 38 ta qo'y bo'ladi. Ichida egizakchisi ham bor aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa buni ham ichida. Akalar ko'rishlaring mumkin. Bular ham bir cho'pon, bir en, bir savdo hammasi. Donalabga ham sotishaveradi. Bitta ikkita misol oladigan bo'lsalaring, tanlasalaring unga qarab kelishtirib arzonroq qilib beradilar. Aka, endi buni soni nechta? Tishi qanaqa? 15 dona. Soni 15 dona buniki ham. Soni 15 dona buniki. Tishlari qanaqa? Bo'yi? Tishlari 4 tish buniki. Tishlari 4 tish. Yosh qo'ylar o'z yuzini ham ko'rsating, yosh qo'ylar hamma. Mana shu qo'ydi bitta ushoylik mana shu qo'ydi. Orada. Mana. Egizakchinimi? Mana mashina mana cho'pon egizakka bergan. Qo'yni ko'rsating. Qo'y lekin yaxshi qo'y. Bu yoq hujjatni. O'zi bo'g'oz qo'ylardi, hadi. Ha, shunaqa o'shancha ushlaganimiz yo'q. Obunachilar, bular hammasi 4 tish. E'tibor berasizlar. Ichida bir dona 6 tishi bor. Bir dona 6 tishi bor. Bir dona 6 tishi bor. Bu ham bo'lsa mana shu qo'y. Shu 6 tish xolasa. Mana.
Bu yoq 6 ga o'tganman. 3-qorim bu yoq. 3-qorim bor. Lekin hali 6 ga tinglavermayapti-mi? Yo'q, tinglavermagan. Bularni ham narxi sensatsiya bo'ladi. Bugun maza qilishadi. Narxi qancha bo'ladi? Endi buni keyindan qilib aka cho'zish kerak yo, to'g'risi gap. Ha. Yakta urmasmiz, spektakl olganmiz. Keng aka, obuna aka cho'zish kerak yo. Narxi nechi pul? Dangali. Narxi 6 million 400, 6 million 500. Aka, mayda juda qilmang aka. Bu bo'lmagan savdoda misol haligi ham savdo. Ham savdo, telefon qilishadi, yana bitiramiz. Qo'l mana bu qarang. Sizni obunachilaringiz uchun 6 million 300 ming so'mdan uylariga besplatni qilib dastavka qilib beraman. 12 ta viloyat ekan. Bor baraka. Viloyatga muncha-muncha yetkazib beraman. Shunaqa aka, O'zbekiston bo'ylab dedilar akalarimiz misol yaxshi inson lo'z ustidan chiqadigan. O'zimdan chiqaman, bitta olishadi, ikkita olishadi uka. Hammasini yetkazib beraman. Ehtiyotli chiroyli yetkazib beraman. Obunachilar qaytarib o'tamiz. 6 million 300 ming so'mdan soni 15 dona 4 6 telefon qilib X qo'ylar. hammasini qulog'ida endi aldog'i bor, tabuladi, nomeri bor. Telefon qilib uka mana qo'ydi, screenshot tashlatsa, videosini qilib qulog'idagi baldaqda nomerlarigacha olib, yosh oyliklarigacha metrlab hammasini o'zlariga chiroylab chiqarib beraman aka. Biz hozir ancha narsa kutyapmiz-da, u yoqda egizak qo'ylarimiz ham bog'lar ham kutyapti. Vaqtimiz yetmaydi, chunki o'shaning uchun qisqa vaqt unda qilib o'zingizga yetib ketyapman. Buni bor ma'lumotini obunachilaringizga berib o'tib ketaman. Bundan keyin egizakchilar, ha? Bundan keyin egizakchilar. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum deydi obunachilar mana. Bolani ko'ring, enani ko'ring. Enani ko'rib qo'yib, aytishadi, enani ko'rib bolasini olg'in deyshadi, kattalar. Buni ham ko'rsatib qo'ying. Qilich 4 tish. Ikkinchi bollar. Ikkinchi bollar. Ikki yil ham egizak tuqqan ekan, 3 ta tuqqan ekan. Bu yil ham xudo xolasa, aka sog'liq, bittasi qo'chqor. Qo'ydi, men qo'ydi, olib qo'ydim deb maqtamayman, qo'ydi ko'rsating o'zi. Qo'ydi o'zi. Bollarni nima dedik? Bollar ikkitasi urg'ochi, bittasi qo'chqor. Ko'rishlari mumkin obunachilar. O'zimda o'ylab qarasangiz, aka 1,5 yilda o'zi 10 ta qo'y bo'lar ekan. Bo'yi ham 90 dan baland qo'ydi. 90 plus. 90 plus. Obunachilar ko'rishlari mumkin. 3 egizak so'ragan obunachilarimizga Ikkitasi maxsus keldi mana. O'zini bolasiligiga akamiz garantiya berishadi. Mayda yolg'on yashik gap qo'shilgan netilgan endi bu negativ bo'lishi mumkin. Shuni oldin olib gapiryapmiz. O'zini bolasi aka. O'zini bolasi. Bu tomonda mana qolgani hammasini ikkitalar. Qolgan hammasi Mana 1 2 3 4 tasi egizakchi 2 donadan. 2 donadan. Mana qo'ydi Mana qo'zini. Buni qo'ylar ko'rsatingda. Lekin 5 ta qo'y olsa bilasizmi, nechta qo'y ketyapti? 1 2 3 4 5 tasida 11 ta bola ketyapti. Barakata. 5 ta yana 11 ta bola. 5 ta yana 11 ta bola. Hop, qolganlarni misol bolalari qanaqa? Ikkitadanliklar. Ikkitadanliklar, bitta so'la, bitta qo'chqor. Uni ola qashqarniki ikkisi ham qo'chqor. Narigisiniki ham bitta so'la, bitta qo'chqor. Hozir aka bayda uncha-muncha odamni gangitib qo'yadi. Gangitib qo'yadi. Addini tashab beraverasa. Videosini tashab beraman. Addini tashab beraverasa. Telegramda mashg'ullar, istatin nazarda qilib beraman. Ko'rishlar mumkin mana obunachilar. Akamiz tashab berishaveradi. Tanlasalaring, misol enasini tanlasalaring, bolasini tanlasalaring mana o'zi ena bola bo'lib ajrayapti mana. Sariqniki ikkita mana o'y ekan mana. Kattaroqlari. Sariq bolalaring. Ha, addini video tashab beraverasa. Bizning ishimiz shu uka. Biz mashindan pul topamiz, mashindan oila boqamiz. Ertamanmi, kechqurunmi, xohlagan vaqtda telefon qilib, uka mana qo'ying deb rasmini tashab, mash qo'ying deb, bolalar bilan bitta video qilib desa video qilib. Bo'ldi. Akalar eshitdilaring mana akamizning gapini. Hop. Bemalol telefon qilib aloqa chiqishlari mumkin. Lekin olinglar, baraka topadigan yaxshi qo'ylar kelibdi. Barakani sovladi, mana shuni aytishadi uka. Baraka topishga obunachilar. Like-ni bittadan bosib qo'ysin aka shetiga. Bularning narxi, mana ikkitaliklarning narxi 12 million so'mdan. Hop, bitta 3 egizak olamiz deysa 16 million so'mga yetkazib beramiz. Hop, 3 egizagimiz 16 million. 16 million so'm. Egizak, 2 egizakliklar 12 million so'm. Shunda 4 ta ikkitadan bolaligi, bitta 3 egizak. 3 egizak. Aka, udolasa tortaman deysa kelishtirib beraman. Xotirjam kalkulyatorga tushib hisob kitoblarni qilib, uka mencha pul bo'lar ekan, mencha qanchaga berasan? Hayri bormi deysa, hayri bor deb barakasi bor ekan. Halollik foydadan ustunda bekor yozmaganmiz. Mana afishalarga halol, xudo xolasa halol savdo qilamiz. Chiroyli yetkazib beraman uka. nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz. Xotirjam, misol telefon qilsa, kamini qilib berasiz o'zlariga. Akalar, like-ni bosib, obunani bosib tursalaring, xudo xolasa 20 mingta bo'lsak, bitta qo'y podarka qilib beramiz bitta obunachimizga.
challenge ketyapti. Sizlar uchun eng arzon joydan yaxshi qo'ylar chiqarishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.